Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana turosimiz noto'g'ri o'rayotganda o'shani qayta o'rayapmiz. Sekin noto'g'ri o'rasa ham bo'lmaydi-da. Mana bir-biriga ustiga chiqib qoladi-da. Shunaqa to'g'ri o'rash kerak. Postoyanniy unga ham bir e'tibor berib turish kerak. Hozir bitta o'zim o'rayapman o'shani. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'rayapmiz trosni. Sekin ikkinchi gakimiz ham yetib keldi. Dabaqlik nimamiz gakimiz kabinaga o'tamiz. Skoshlab qo'yibman. Hech kim yo'q. O'zimdan boshqa. Hozir bitta to'xtatamizdan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu bunday birab qo'ysangiz ikkitalikda turadi. Bunday burasangiz to'rttalikka o'tkazsangiz bo'ladi. Shunday. Ham sekin yopamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kim e'tibor berdi? Hozir spichkamiz ham yonib turibdi.